Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun professional boksyor Saidmirzayev Shahzod aka Profilketlari turnir bugun urush bo'ladigan ikkita yaxshi usulni ko'rsatib beradilar. Assalomu alaykum Warriors podcast muxlislari. Bugun men ikkita usul ko'rsataman musobaqada o'tadigan. Birinchidan boyovoy stoykadan, tем более raqib baland, bo'y baland bo'lsa, shu stoyka jarayonida turib uzoq masofadan yaqinlashib olishga va o'zingizlarning zarbalarini o'tkazishga birinchi usulimiz chap qo'lda qorniga qattiq zarba urishimiz shart. Masalan, cho'mloqda turib chap qo'lni qorniga uramiz. O'tgandan keyin o'sha atakani o'tkazishimiz uchun chap qo'lni ko'rsatib, xuddi shunaqa o'tiramizda boshiga o'ng qo'l uramiz. U primoy bo'ladimi, yondan bo'ladimi, ana o'sha jarayonida boshiga o'tganda masofa qisqartiriladi. Keyingisi masofa qisqartirilgandan keyin u ring o'rtasida bo'ladimi, qanotga yopishilgan bo'ladimi, turgan jarayonda sal yiqilib, jigariga qattiq zarba beramiz. U jigariga o'tadimi, o'tmaydimi? Samag'am sizlar qattiq zarba o'tkazganlaringizdan keyin, raqib sezgandan keyin zarbingizni повторный xuddi shunaqa jigariga ko'rsatib, boshiga ko'taramiz bokovoydan. Mana shu usullar ko'proq musobaqalarda o'tadi. Hammaga rahmat.